Yo'l sohasida ish faoliyatini boshlaganimga 24 yil bo'ldi. Va 30 yoshga to'lgan bo'lsam, bu tashkilotdan boshqa tashkilotga kirib ishlamaganman. Onam ishlagan, onamdan oldin dadam ishlagan, shularga qiziqib bu sohani tanlaganman. Dadam 40 yildan oshiq ishlagan. Bitta joyda. Bahorda ham yog'ingarchilik bor, baribir ishlaymiz, farqi yo'q. Har kuni erta soat 8 dan 5 gacha yo'lda xizmat qilamiz. Shu sohadan mana 3 ta qizimni uzatdim, Allohga shukr. O'g'limni uylantirdim. Xudoga shukr, faqat yo'lda yuramiz, mehnat qilamiz. Keksa yo'lchi aka deb chaqirishadi. Mehnat qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi ham, qarimaydi ham. Ular yo'lning odamlari, yo'l odami. Normalniy aka. Men Abdukarimov Qudrat Abdugapparovich, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida tug'ilganman. So'limir Go'shalada, ishchi oilasida. Otam ko'p hunar egalari bo'lgan. Fermerlik qilganlar, tadbirkorlik qilganlar. Onam bo'lsalar, onam o'sha Bo'stonliq tumanidagi 2-umum ta'lim maktabida rus tili fanidan dars berardilar. Hozir nafaqadalar. Shu talabalik davrlarimda shu toki Bo'stonliqdan Toshkentga ertalab kelgunimcha orada 60-70 kilometr yo'l bo'ladigan bo'lsa, imkon darajasida kechikmasdan kelishga harakat qilardik. Endi baribir qish vaqtlari yo'llar muzlama, ancha qiyinchiliklar bilan yetib kelish kerak bo'lgan. 2017-yil avtomobil yo'llari institutini tomonlab tadbirkorlik bilan shug'ullandim. Otamning tavsiyalari bilan Bo'stonliq tuman yo'llaridan foydalanish davlat muassasasiga qabul qilindim. Ayni qishki qarov paytida kirganman. Ishga dekabr 19-dekabr kuni kirgan bo'lsam, endi menda kutilmagan holat, yo'lchilar bu darajada ishlashini men kutmagandim ham. Qishki vaqtlarda menimcha ko'pchilik bilmaydi, ertalabgacha qanaqa holatda yo'lni o'sha avtomobil yo'lchilari tozalab qo'yishini, qanchalik qiyinchiligini, qanchalik mashaqqatliligini ko'pchilik buni xayoliga ham keltirmaydi. Harbiy yo bo'lmasam ichki ishlar tizimida tasavvur qilardim o'zimni. Shu karyera qilish maqsadida O'zbekiston havo yo'llariga hujjat topshirgani ketayotganimda shu ustozlardan maslahat olish uchun o'sha harakat xavfsizlik markaziga kirib, Saidamarakat Asqajayev bilan bir ko'rishib so'rashib ketdik, ham maslahat olay deb kirdim oldilariga. Bizga ishga kirasanmi dedilar. Hech narsani o'ylab o'tirmadim. Ha, kiraman. Markaz tashkil qilingandan keyin harakat xavfsizlik bo'limi boshlig'i Mahmud aka Olimov Qo'chqorovich ustozimiz, shu odam harakat xavfsizligini tashkil etish va texnik shartlar berish bo'limi boshlig'i lavozimida o'tirardilar. Shularning qo'llariga bosh mutaxassis bo'lib o'tdim. Boshlanishi bilan savol javob qilishni boshladilar. Birorta bir xat dedilar, bir kun kechikmasin. Xat keldimi, imkon darajasida shu kuni yopish kerak. Nimadir topshiriq bo'ldimi, shu kuni bajarilishi kerak. Hozirgi kunda respublikada qayta rekonstruksiya qilingan, ta'mirlangan, yangi qurilgan yoki o'sha qurilish oldi beriladigan loyihalarni qayta ko'rib chiqish, ya'ni yangi qurilgan yo'llarni ekspluatatsiyaga topshirishdan oldin aynan harakat xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha audit ko'rikdan o'tkaziladi. Temur Malik ko'chamiz, Toshkent shahridagi Temur Malik ko'chamiz. Bundan tashqari mana Jizzaxda yaqinda ochilgan o'sha ko'prigimiz M9 avtomobil yo'lidan Jizzax shahriga osongina hech qanaqa tirbandliklarsiz, hech qanaqa bir muammosiz bexavotir kirib oladigan yo'limiz barpo etildi. Sizningcha eng ko'p qiynagan haydovchi odati? Telefon, uyali aloqa vositasi. Yo'ldagi eng xavfli mayda xatolik? Oraliq masofasini saqlamaslik, tezligi oshadi. Telefon yoki tezlik, qaysi xavfliroq? Ikkalasi ham juda xavfli. Piyoda bo'lish qiyinmi yoki haydovchi? Piyoda yo'lni xavfsizligi kam haydovchiga nisbatan. Yo'ldagi eng keraksiz bahona? Hamma shunaqa haydaydi. Bir xil so'z ishlatiladi. Barcha haydovchilar sizni eshitganda sizning birinchi gapingiz? Shoshilmaslik,
uyda oilasi kutayotgani, yaqin birodarlari kutayotganini his qilish. Ishingizdagi eng katta motivatsiya? Inson hayotini saqlab qolish. Kirib kelayotgan 2026-yil barchamizga baxt, omad, sog'lik olib kirsin. Hech qachon yo'llarimizda yo'l transport hodisalari ro'y bermasin.